Yurtimizda xotin-qizlarga har tomonlama ko'maklashish, ularning oilada va jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash, moddiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. Qo'shrabot tumanida ham ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish, bandligini ta'minlash va ularga zamonaviy imkoniyatlar yaratish ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Mahallada 71 ming nafar aholi istiqomat qiladi. Xotin-qizlar zamonaviy talablar asosida ta'lim olib, kasb-hunarga egalik qilishi va ish bilan ta'minlanishi uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Qo'shrabot tumanida hozirgi kunda ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash borasida juda ham manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. 2025-yilda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun aynan 3388 nafar xotin-qizlarni ro'yxatga olib, ularga kredit, bandligini ta'minlashga amaliy yordam berilgan bo'lsa, mana prezidentimizni aynan mana 5-toifadagi chekka hududlardagi xotin-qizlarga imkoniyatlarni juda ham yaxshi qaratgani uchun 12% dan kreditlar ajratilishi mana mart oyidan boshlandi va 3371 nafar xotin-qizlarimiz 2025-yilda kredit olib o'z tadbirkorliklarini boshlagan bo'lsa, mana biz prezidentimiz mana shu qarorni e'lon qilgandan boshlab biz 9000 ga yaqin xotin-qizlarni ro'yxatlarini shakllantirdik. Mana hozirgi kunga kelib mana 10 kunlikda oladigan bo'lsak, 100 dan ziyod xotin-qizlarimiz aynan o'zini tadbirkorligini rivojlantirish uchun o'z mablag'lariga ega bo'ldi. Aynan mana shu 9000 dan ziyod xotin-qizlarimizni hisoblaydigan bo'lsak, 30% oldindan yakka tartibdagi tadbirkorlarimiz, hunarmandlarimiz va tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan xotin-qizlarni tashkil etadi va bular demak tadbirkorlikdan xabar bor. Hozirgi kunda ayollar daftaridan turgan xotin-qizlarimizni aynan 3-4 nafardan bandligini ta'minlaymiz. Biz agar mana shu kreditlarga ega bo'ladigan bo'lsak deb o'z tashabbuslari bilan chiqib, ishsiz xotin-qizlarga yana ham o'rnak, namuna bo'lish uchun tashabbuslari bilan chiqmoqda. Tumanimizda 35 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, barchasida xotin-qizlarning bandligini ta'minlash va salomatlik markazlari mavjud hozirgi kunda. Mana shu salomatlik markazlarini yana ham kengaytirish borasida faqat tikuvchilik yoki pazandachilik bilan chegaralanmasdan turib, ularda har xil o'quv kurslarini tashkil etyapmiz. Tillarga o'rgatish kurslarini tashkil etyapmiz. Bundan tashqari mana shu yerda o'qigan qizlar o'qitib, mana shu yerda bandligini ta'minlash choralariga ham amaliy yordamlar berilmoqda. Bundan tashqari tumanimizda 2025-yil yakuni bilan hunarmandchilik markazi tashkil etildi. Hunarmandchilik markazimizda mana 10 ga yaqin mahallalarni o'ziga qamrab oldi va ishsiz uyda o'tirgan yosh qizlarimizni ham bandligini ta'minlash borasida o'zini mahsulotlarini uy sharoitida yetkazib berib va ularni qabul qilib faoliyatini boshlab yubordi. Prezidentimiz tomonidan aynan chekka hududdagi xotin-qizlarga juda ham katta imkoniyatlar berdi va imkoniyatlar eshigini ochib berdik desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki mana prezidentimiz tomonidan aynan Samarqand viloyatida Qo'shrabot tumani va Paxtachi tumani aholisi uchun, xotin-qizlar uchun 12% dan kredit mablag'lari ajratilishi bu minglab xotin-qizlar uchun, demak, uy sharoitida o'tirib o'zini bandligini ta'minlashga va jamiyatda o'zini o'rni topishga juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shoxisda Qo'shniyoz va Zarket mahallasida istiqomat qiladi. Boshqaruvchisini yo'qotgan 2 farzandning onasi bo'lgan Shoxisda hayotning sinovlarini yengib, prezidentimizning xotin-qizlarga ko'mak ko'rsatish bo'yicha islohotlardan foydalanib, o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ydi. Qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanib, mahallada 5 nafar xotin-qizning bandligini ta'minladi. Boquvchim yo'qligi sababli ayollar daftarida turardim. Mahallamiz ko'magi bilan 90 million davlatdan kredit olib, shu tadbirkorlikni boshladim. Hozirgi kunda ayol qizlarni ish bilan ta'minlab kelyapman. O'tgan yili o'zim kichkina oshxonamda, kichkina duxovkada boshlaganman. Keyin o'zimga bitta yordamchi oldim. Keyin mana ishchilarni ko'paytirdim. Yana kredit olib, buni ozgina yengillashib qoldi. Kredit olib, yanada kengaytirish, yanada ishchilar sonini ko'paytirish niyatim bor. Xalqimga
har xil shirinliklar mahsulotlarni ko'p kilovoy narsalar ham chiqarish niyatim bor. O'tgan yilgidan nisbatan bu yil anchagina xursandman, anchagina oldinga shiltish bor. Hozirgi kunda faoliyatim ikki tomonlama bo'lyapti. Ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimni bir qismini uydan ham olib ketishadi ko'pchilik. Yana bir qismini markazdan joy olganman. Shu joydan u yoqda ham sotyapmiz. Hozirgi kunda foyda taraflama oyiga 10-15 million foyda ko'raman. Kreditlarimni to'layman. Kreditlarimdan tashqari ishchilarimga beraman. Daromadimni yanada oshirganimdan keyin ishchilarim sonini ko'paytiraman. Turmush o'rtog'im 2023-yil yanvar oyida vafot etgan bo'lsa, shundan keyin kreditlar to'lash maqsadida kecha kunduz harakat qildim. Harakat qildimdan do'konlarga chiqardim boshida. Do'konlariga kilovoy narsalar chiqarib, oz-ozdan haftada bir marta buyurtma tushardi. Buyurtmalarni sifatli chiqarib berishga astoydil harakat qilardim. Buyurtmalarim ko'payib, rivojlandim. Men kredit oldim. Tumanimiz hokim yordamchilari, xotin-qizlar mahallamizdagi ancha qo'llab-quvvatladi meni. Yolg'iz qolmadim. Minnatdorman prezidentimizdan. Har yiliga ishchilar sonini ko'paytirmoqchiman. Kam ta'minlangan, boquvchisi yo'q ayol qizlarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Men ham hissa qo'shmoqchiman. Shunaqa vaziyat bo'lganki, pulga muhtoj insonlarga qisman yordam bersam, xursand bo'lardim. Maqsadim aniq. Faoliyatimni kengaytirmoqchiman. Prezidentimizga rahmat. Hamma sharoitlarni qilib beryapti biz ayol xotin-qizlarga. Buning uchun minnatdorman prezidentimizdan. Lola Saidova ham tadbirkor ayollardan biri. U Zarkat mahallasida tikuvchilik faoliyati bilan shug'ullanadi va hududdagi 11 nafar xotin-qizning bandligini ta'minladi. Yaqinda o'tkazilgan eng yaxshi ijtimoiy loyiha tanlovida 25 million so'm mablag'ni qo'lga kiritdi. Lola Saidova tikuvchilik faoliyatini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va yangi loyihalar ustida faol ish olib bormoqda. Tikuvchilik qilib boshlagan vaqtlar mahalla xotin-qizlarimizga bizga mana shu imtiyozli kreditlar to'g'risida ma'lumot berdi. Men qiziqdim. Shu bilan birga imtiyozli kredit olishga harakat qildim. 30 millionlik kredit oldim va mashinkalarni olib, mana shu yerdan ijaraga xona oldimda ish boshladim. Keyinchalik bu kreditimni yopdim. 30 million kreditim yopib bo'lgandan keyin faoliyatimni yanada kengaytirishim uchun 100 millionlik kredit olib, ish faoliyatimni yanada kengaytirdim. Material, xullas tovarlarim kengaytirib, ishchilarim boshlagan vaqtim bir nafar ishchi bilan boshlagan edim ish faoliyatimni. Hozirgi kunda mana 11 ta ishchim bor, 6 nafar nogironligi bor xotin-qizlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Ular uyda ishlashadi, uyiga men ish yetkazib beraman. 4 nafari mana shu yerda ishchilarim. Oyliga 2,5-3 millionga yaqin bo'layapti. Shu har kuni ishiga qarab keladi. Ular ham vaqtiga qarab. Hozirgi kundagi faoliyatimiz ayollar va bolalar har xil turdagi kiyimlarini ishlab chiqaryapmiz. Bog'chaga, bayram tadbirlariga asosan ko'proq, keyin ayollarga to'y libos, shunaqa liboslarni chiqartirib beramiz. Buyurtma asosida erkaklarga maxsus ish kiyimlarini chiqartirib beramiz. Mana shunday chaka-chaka hududlarda xotin-qizlarimizga e'tibor berilib, prezidentimiz tomonidan har xil turdagi tashabbuskorlik bilan qo'llab-quvvatlashyapti. Prezidentimizga rahmat. Eng yaxshi ijtimoiy loyiha tanlovida ishtirok etdik va g'olib bo'ldik. 25 millionlik voucher oldik. Faoliyatimizni kengaytirish maqsadlarimiz bor. Yaqinda eshitib qoldim, prezidentimiz mana shu bizni tumanga, ayollarga yanada yengillik berib, 12% kreditlarni yo'lga qo'yibdi. Biz bundan juda xursandmiz eshitganimizdan. Mana shu 12% kreditni olib, mana shu oldingi 100 millionlik kreditimni vaqtidan, muddatidan oldinroq yopib, xudo xolasa, yanada kattaroq faoliyatimni kengaytirish maqsad qilyapman 12% kredit bilan. Hozirgi kunda 11 nafar ishchim bor. Yil yakuniga xudo xolasa 20 nafar qilishni maqsadim bor ishchilarimizni.
Rohiya Toshmurodova yaqin vaqtgacha uyda o'tirgan edi. U oilasiga yordam berish va daromadni oshirish maqsadida tikuvchilikni o'rgandi va hozir Lola Saidovaning sexida doimiy ishga joylashdi. Men shu ishlayotganimga 3 yil bo'ldi. Oldin ish izlab yurdim, ishsiz yurdim. Bu yerga kelib mana yaxshi hunarli bo'ldim. Kunlik ro'zg'orlarim o'tyapti. Undan orttirib bolalarni bog'cha, maktablarga yetkazyapman. Xursandman shunday sharoitlar yaratib berganiga. Rahmat aytaman. Asosan bog'cha, maktablarga forma olamiz bayramlarda. Ko'ylak, harbiy kiyimlar, erkaklarga maxsus kiyim ishga. Ish og'ir emas, ish yengil. O'zimga yaqin hudud bo'lgani uchun juda qulay. Bemalol kelib ketaman. Uyda ham ishim bo'lsa borib, qilib, yana qaytib kelib ishim davom ettiraveraman. Menga o'xshab ko'plab qishloq ayollari mana shunday ishli bo'layapti. Bundan xursandmiz. Bu sharoitlar yaratib berayotgan prezidentimizga rahmat aytaman. Husniya Mamarasulova Zarkan mahallasida kichik go'zallik saloni ochib, tadbirkorlikka qadam qo'ydi. Xotin-qizlar uchun berilgan imkoniyatlardan foydalanib, 50 million so'm imtiyozli kredit oldi va tuman markazida ish faoliyatini yo'lga qo'ydi. 5 ta yangi ish o'rni yaratdi. Mana shu salonni opam Hurmatoy bilan birgalikda ochdik. Avvaliga kichkina Zarmitandagi salonda faoliyatimizni yurg'izdik va talab ko'payganligi uchun biz tuman markazidan ham salon ochishga qaror qildik va tuman markazidan salon ochdik va boshida biroz qo'rqdik, salon qanday bo'ladi, tuman markazidan klientlar va kelinlar qanday bo'ladi degan qo'rquv bilan ochgandik. Yo'q, bugungi kunda kelinlarimiz ham va klientlarimiz ham ko'p va talablarga javob beradigan darajada ishchilarim ham bugungi kunda ayol qizlarimizni go'zalligi uchun yaxshi xizmat ko'rsatib bormoqda va hozirda ishchilarimiz 5 nafar va men va opam bilan 7 nafar. Daromad ishchilarimizniki mavsumga qarab 5 million 6 million daromad qiladi oyiga va qishki mavsumda bizda ozgina ish sustroq bo'ladi. Va lekin shunda ham daromad yaxshi bo'ladi. Bizni daromadimiz esa kelin liboslardan asosan oyiga 20 milliongacha daromad qilamiz. Rejalarimiz katta, kelin liboslarni yana ham ko'paytirib, yana ham ko'proq ishchi o'rinlar ajratib, yana ham ko'proq ayollarni ish bilan ta'minlashni 2026-yilga rejalashtirganmiz. Biz bu tadbirkorlikni boshlashda bizga muhtaram prezidentimizni xotin-qizlarga yaratayotgan imtiyozlari va imkoniyatlaridan foydalanib 50 million kredit oldik va kreditlarni o'z vaqtida to'lab bormoqdamiz va yana ham salonimizni kengaytirish uchun xotin-qizlar faoli bizga taklif bermoqda. Yana ham kreditlar olishga, xudo xolasa yana ham kreditlar olib, salonimizni yana ham kengaytirib, kelin liboslarni yana ham ko'paytirishni maqsad qilganmiz. Chekka qishloqlarda hunari bor va ishsiz ayollarimiz ko'p. Ularni ham ishga jalb qilib, yana ham ishchi o'rinlarini ko'paytirib, 2026-yilga 10 ta ishchi qilishni rejalashtirganmiz. Norxol Yavg'asheva 2 yil avval u ishsiz edi. Bugun esa o'z mehnati va intilishi bilan kichik tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan ishbilarmon ayollardan biriga aylandi. U dastlab tikuvchilik faoliyatini o'z uyida boshladi. Ko'rpa yostiqlar, ayollar nimchalari va turli xil dasturxonlar tayyorlab bozorga olib chiqdi. Qisqa vaqt ichida bu mahsulotlarga talab yuqori ekanini anglagan tadbirkor ayol faoliyatini kengaytirishga qaror qildi. Mahalla hududidan ijara asosida joy olib, tikuvchilik ishini yanada rivojlantirdi. Eng muhimi, bugun u nafaqat o'zini, balki hududdagi xotin-qizlarni ham ish bilan ta'minlab kelmoqda. Ayni vaqtda bir necha xotin-qiz o'z xonadonlarida mahsulot tayyorlab, buyurtmalarni Norxol Yavg'ashvaning sexiga yetkazib bermoqda. Bu esa mahallada aholi bandligini ta'minlash, oilalar daromadini oshirishga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Yurtimizda tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ayniqsa xotin-qizlar bandligini ta'minlashga qaratilgan islohotlar ana shunday tashabbuslarning rivoj topishiga zamin yaratmoqda.
Bu narsani men bundan 2 yil oldin boshlaganman. Boshida qiziqish bilan mahalladan 5 million oldim. Shunga boshida bozorga borib 8 ta ko'rpachani qo'l mehnatim bilan tikdim, qavidim. Qarasam, yaxshi bo'lyapti. Keyinchalik o'ylab bu narsani yo'lga qo'ysam bo'ladimi deb 60 million tavakkal qilib kredit oldim. Boshida to'g'ri qo'rqish bo'ldi. Bir o'zim edim, keyinchalik 2 kishi bo'ldik. Ish kuchi yetmagandan keyin 3 kishi, 4 kishi, hozirgi kunda 7 kishimiz. 3 kishini tikishga beraman, 4 kishini qaviqqa beraman. Uyga olib borib tarqataman. Bo'sh vaqtida bu ish tikish qavushni qiladi. Ro'zg'or ishini ham bajaradi, bu ishni ham bajaradi. Shunga qarab maosh to'layman. 6 ta qavisa 6 taga pul oladi, bitta qavisa bittaga pul oladi. Undan ko'proq ham kamroq ham bo'lishi mumkin. O'rtacha oylik 2 million, 1 million 800 ming oylik oladi. Bu narsani yanadan kengaytirmoqchiman. Hozirgi kunda ishlayman degan xotin-qizlarga davlatimiz tomonidan, mahalla tomonidan yordam berilyapti. Mana uyda o'tirgan holda daromad topyapti. Buning uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Shu mahallada 10 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Mana mahallamizda xotin-qizlarga juda ham imkoniyatlar ko'p. Mana oxirgi 5 yildan beri imtiyozli kreditlar beryapmiz. Tovuqchilik, chorvachilik, mana bu qizimizga o'xshagan kasanachilik tadbirkorlarimiz ham ko'p. Hozirgi kunda katta ish bajarayotgan 10 talab, 15 talab, 8 talab ishchi olayotgan ayollarimiz bor. Bu mana Yalg'och va Norxol uyida 2 yildan beri shu ishni boshlagan. Mahallamizda mana xotin-qizlarning bandligi uchun qancha imkoniyatlar beryapti prezidentimiz tomonidan. O'tgan yili 15-20 nafar xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlandi. Hammasi har xil sohada kredit oldi. Chorvachilik, parrandachilik yo'nalish bo'yicha, tikuvchilik yo'nalishlari bo'yicha xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlandi. Mana 26-yilga ham asosan Qo'shrobod tumanining 12% kredit berildi. Bundan xotin-qizlarimiz hammasi minnatdor. 27 nafar xotin-qizim tadbirkorlik qilish uchun tayyorgarlik ko'rib turibdi. Xudo xolasa imtiyozli kreditlarni olsa, yanada tadbirkorliklarni kengaytirib, bandlikni ko'paytiramiz. Maqsadimiz bitta, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorligini kengaytirish, shu jamiyatda o'z o'rnini topish. Asalarichilik ham Qo'shrobodda rivojlanmoqda. Zilola Qo'ynishovo Pichot mahallasida asalarichilik bilan shug'ullanadi. 2025-yil martidan 30 million so'm imtiyozli kredit oldi va hozirda 40 ta quti asalari bor. Bu tadbirkorlik mahalla xotin-qizlari uchun yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Mening mahallamda 2000 dan ortiq xotin-qizlar bor. Chekka hududlarda xotin-qizlarning tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida muhtaram prezidentimiz tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditlar Qo'shrobod tumaniga ham joriy etilgan. Biz shu imtiyozlardan foydalangan holda ishsiz xotin-qizlarning bandligini ta'minlash maqsadida ularga imtiyozli kreditlar, tikuvchilik, chorvachilik, asalarichilik sohasi bo'yicha imtiyozli kreditlar ajratmoqdamiz. Mana bu turgan xonadonimiz Qo'nish va Zilola xonadoni bo'ladi. Bu oilaviy asalarichilik faoliyati bilan shug'ullanadi. 20 quti asalarisi mavjud edi. O'zlari mana shu orqasidan oilaviy tadbirkorlik qilib, qo'ni-qo'shnilarga ham ko'mak berib, o'rgatib borayotgandi. Bugungi kunda mana bu imtiyozli kreditdan yana Qo'nish va Zilolaga olib berib, mana bugungi kunda 40 quti asalariga ko'paytirdi asalarisini. Mahallamizdagi ishsiz xotin-qizlarimiz mana shu Qo'nish va Zilolaning asalarichilik faoliyatidan o'rnak olib, mana shu asalarichilik sohasini o'zlari ham rivojlantirib, shu asalarichilik bilan shug'ullanish maqsadida mahallamizga imtiyozli kreditlar berishimizda murojaat qilyapti. Biz esa bularga tushuntirish ishlari olib boryapmiz va mana shu Qo'nish va Zilolaga ularni asalarichilik sohasini faoliyatini o'rgatish maqsadida o'quv kurslari qilib 10 nafardan ortiq xotin-qizlarni biriktirganmiz. Bugungi kunda Qo'nish va Zilola mana shu qo'l ostidagi 10 nafardan ortiq xotin-qizlarga asalarichilik faoliyatini, sohasini o'quv kurslari tashkil etib o'rgatib kelmoqda. Bu sohani, bu faoliyatni o'rganib, tajribaga ega bo'lgandan keyin biz xotin-qizlarimizga imtiyozli kredit
berib asalarichilik sohasini faoliyatini rivojlantirishga ko'mak beramiz. Qo'shrabot tumanimiz Samarqand viloyatida eng chekka hududlardan hisoblanadi. Muhtaram prezidentimizning e'tibori bilan Samarqand viloyatida Qo'shrabot tumaniga ham 12% imtiyozli kredit berish joriy qilingan. Xotin-qizlarimiz bandligini ta'minlash maqsadida ularga imtiyozli kreditlar berib, tikuvchilik sohasi, qandolatchilik sohasi, nonvoychilik sohalari rivojlantirish maqsadida ularga ham imtiyozli kredit berib, o'zlarini band qilishga ko'maklashmoqdamiz. Ayollar daftarining 7-bosqich bo'yicha ishlarni amalga oshirish maqsadida so'rovnomalar o'tkazganimizda Pichot mahallamizda 50 nafar ishsiz xotin-qizlarimiz aniqlandi. Ularga o'zlari qiziqqan sohasi bo'yicha o'quv kurslarida o'qitishni, o'zlari qiziqqan sohalar bo'yicha kreditlar ajratib, bandliklarni ta'minlashni rejalashtirganmiz. Tuman markazidan tortib eng olis qishloq va mahallalargacha tadbirkorlik muhiti kengaymoqda. Har bir hududda o'z tadbirkorligini yo'lga qo'ygan, daromad topayotgan va boshqalarni ham ish bilan ta'minlayotgan xotin-qizlar soni ortib bormoqda. Qo'shrabot tumanida olib borilayotgan islohotlar ana shu yo'nalishda samara bermoqda va aholi farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.